Har yili 15-oktyabr sanasida dunyo bo'ylab Xalqaro qishloq ayollari kuni keng nishonlanadi. Ushbu sanada qishloq ayollarining jamiyat rivojida tutgan o'rni, ularning mehnatkashligi, matonati va hayotimizdagi beqiyos hissasi e'tirof etiladi. Bugun ayollarimiz har bir sohada, jumladan qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalarda faol ishtirok etmoqdalar. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ayol, 4 nafar farzandning onasi Maftuna Akbarova bo'ladi. Yoshim 28 yoshda. O'zim shahar qizi bo'lganman, domda katta bo'lganman. Biz ham o'zi xo'jayinim ham domga tushirganlar, mana domga tushirganlardan keyin o'zi Qashqadaryoliklar, Qashqadaryoda karvonlar oilasidanlarda. Qashqadaryoga to'y ma'rakalarga, yig'inlarga borganimizda tuyalarni ko'rib xursand bo'lib ketganman. Voy, endi ko'rmaganman, faqat zooparkda ko'rganman bu narsani. Echki, qo'y, mol hammasi hayvonlarni ko'rib, kurka, tovuq, g'oz, o'rdaklarni ko'rib havas qilganman-da. Keyin qilaylik deb domni sotib, keyin yer oldik. Yerdan o'zimiz uy qurdik, molxona qurdik. Birinchi bo'lib chorvachilikni boshlashimiz sababi ojon bilan jigarlari og'rib qolgan. Doktorga borganmiz. Doktorni har xil dorilari, kimikatlari bilan nabarot qattiqlashib, jigarlar og'rib qolgan. O'zimizni avlodda tuya bor. O'g'lim menga bitta dona tuya olib kelib bergin. O'zim sog'ib, ichib davolayman dedi. Avlodida karvon bo'lgan, ota bobolari. Keyin bitta dona tuya, ona bola tuya keldi. Sog'ib ichayotgan paytlarida yo'lovchilar, oddiy misol yo'lovchilarni o'zi kelib, iltimos bizga ham sut bering, bitta ichib ko'raylik. Shunaqa qilib tuyaga qiziqish bo'lgandan keyin Yangiyo'lda bizda tuya yo'q, biz faqat zooparkda ko'rganmiz. Qilaylik, shuni qilaylik, 4 ta 5 ta emas, ko'proq olib kelaylik, ferma qilaylik deb olib keltirdik. Qildik. Oldiniga nima deydi, xo'jayinim ikkalamiz, hozirda mana ishchilarimiz bor. Mehr beryapmiz. Bittadan boshlab ko'paytirib yubordik. Men chorvachilikka aylantirib yubordim. Hayotda har bir inson o'zi qiziqqan, uddalay oladigan ishlarga vaqtini sarflaydi. Maftuna mana shunday qiziqish va mehnat orqali ulkan maqsadlar sari intildi. Hozirda 200 tadan oshiq tuyamiz bor. Tuyani boqish qiyin emas. O'zi umuman olganda kasal bo'lmaydi tuyalar. Yantoq yeydi, ko'p ovqat yemaydi. Juda ham ozoda hayvon. Tuyalarga o'zi asosan yantoq beramiz. Yantoq bilan ovqatlanishadi. Sho'rak, yantoq, yana dalalardan o'rdirib, teleshkalab olib kelib, kirdan o'tkazamiz. Suti shirinroq bo'ladi ham. Silos ham beramiz. 3 mahal ovqatlanadi. Sog'iladigan tuyalar, bu cho'li tuyasi emas-da. U to'g'ri yuraveradi, bir oygacha suvsiz yuraveradi-da. Lekin bu cho'lga emas, hozir biz sog'amiz, sutini sog'amiz 3 mahal. Soqqanimiz uchun sutini bolasiga yetkazib berish uchun ham ko'proq chanqiydi. Suvga ko'proq ehtiyoji bor-da. Biz oldidan suvini uzmaymiz, xohlaganda kelib ichib ketishaveradi. Tuyalarni ovqati, suvi har doim oxirini ichida bo'ladi. Bir o'rkachliklari sutga, 2 o'rkachliklari junga boqiladi. 2 o'rkachliklari sut kam beradi. Bir o'rkachliklari suti ko'p bo'ladi. O'shaning uchun biz hozir sog'ish uchun bu yoqqa Qoraqalpoqdan faqat bir o'rkachliklarini olib kelganmiz. Lekin bolalari ham bor. Bolalari 2 o'rkachli, 1 o'rkachli bolalari bor. Lekin suti ko'p beradi. Bolalarga ham emizamiz, ikkitasini o'zimiz ham sog'ib olamiz. 1 litr beradigani ham bor, 1 kosa beradigani ham bor, 2 litr, 3 litr beradigani ham bor. Eng ko'pi 5 litr beradigan qora tuyamiz ham bor, chempionlarimiz ham bor. Kasallar uchun jigar siroz, kimyo olganlar, raklar ham kelishyapti davolanishga. Kelib, ertalab issiq qilib, soqqan joyidan ichirib
ketishadi. Pishirmasdan ichirsa ichidagi vitaminlari saqlanib qoladi, o'lmaydi dirdida. Hozirdan shunday sog'ib, klientlarga shunday ichiramiz, lekin pishirib ichirmaymiz. Uyga borib bir xilgina pishirar ekanda. Lekin biza pishirmaylar. Pishirmasdan shunday davo bo'ladi bu vitaminlarini gazga, mana mikromallovkaga qo'yib isitmaylar deymizda. Tog'orachaga issiq suv qilib, kosani qo'yib, ilitib ichinglar deymiz. Shunda tezroq foydasi bo'ladi-da. Inson organizmiga kerakli mikro elementlarni yetkazib berar ekan. Soqqanimizda kelib bolalarim krujkasini olib kelib tutib, bizga ham qo'yib bering deydi. Katta o'g'limga 3 oyligidanoq ichirishni boshlaganmizda. Keyin ko'p kasal ham bo'lmaydi. Shundaqa immunitetni ko'taradi. Tabiiy yo'l bilan davolashga harakat qilaman. Tuya sutini 1 litrini 40 mingdan sotamiz va bu sutni ko'plab xaridorlari bor. Tuya boqayotganimizni eshitib, mana hozirda ancha joylardan kelishadi. Yo'lli yuzi bo'lgani uchunmi, tuyalarni ko'rgani uchun klientlar yo'lli yuzidagi o'tib ketayotgan xaridorlar ham Qoraqalpoqlardan ham kelishyapti, Surxondaryodan kelishgan klientlarimiz bor. Toshkentlardan kelishyapti, Qibraylardan ham kelishyapti, Angrenlardan kelishyapti. O'zi Yangiyo'lda turganimizdan Yangiyo'llar hamma eshitganlari kelishyapti. Foyda berib, shifo topayotganini 10 kunda sezadi-yu, lekin 40 kunlik muddati bor. Sigirga o'xshab turib sog'ilmaydi bu. Tuyani shunday yoniga borasiz, bo'talog'i idirib beradi. Bo'talog'i idirgandan keyin shunda borib chelakni ikkita qo'limizga kiydirib olib, ikki qo'llab sog'ib tashlaymiz. Ikki qo'llab tez sog'ib olish kerak. Bo'lmasa, yana birdaniga sutini tortib isinib ketadi. Mana bizga o'rganganda yoniga begona odam kelib qolsa yoki tanimaydigan klientlar kelib qolsa, yoniga kelib turib olsa, tuya shu bilan tepib bezovta bo'lib, sutini o'g'irlab tortib ketadi. Shunday sezgir. Sigirni o'tirib olib, soatlab sog'asiz, u borini beradi. Mana bitta qo'lda sog'ib o'rgandimi, boshqa kelib, mana qo'l kelib sog'aman desa, yelini ishib ham ketadi. Ham suti o'sha oldingidek sutni ola olmaysiz. O'zi asosan biz ertalab va kechqurun sog'amiz, sutini olamiz, obedda bolalarini qo'yib yuborib, emizdirib olamiz. Tepasida tishi bo'lmaydi, tepasi milk bo'ladi, pastida tishi bo'ladi. Mana, pastida tishchasi bo'ladi. Lekin tishlab olmaydi odam. Erkalanib tepishi mumkin, tepib qolishi mumkin. O'shanda ham o'ynab erkalanib, oyoqlarini cho'zg'ilab tepalaydi. Qo'yib yuborganimizdan keyin chopishadi, yugurishadi u yoqdan bu yoqqa. Bo'taloqlar odatda 35 kilogramm vaznda tug'iladi. Tuya bolalari o'sib rivojlanib borgan sari yem pichanga o'rgatiladi. Ular 2 yoshga yetganida 400 kilogramm vaznga ega bo'ladi. Yoshligidan qo'lga o'rgatilgan tuyalar ancha yuvosh va egasining buyrug'ini o'z vaqtida bajaradigan bo'ladi, deydi Maftuna. Bu tuyalarimizni bo'taloqlari, bular emadi. Bahorda tug'ilgan, hali 1 yosh ham bo'lgani yo'q. 12 da sog'amiz. Ungacha ham yuringlar, masalanga tovuq, kurkalarni ko'rsataman. Bozorga borib, o'zim qiziqqanim uchun jo'ja olib keldim. Tovuq xohlagan edim. Tovuq tuxumlari qanaqa foydali, kaloriyasi kuchli, kaloriyaga boyligi uchun tovuq o'zim jo'jalik paytidan tovuq katta qilib tuxumini olaman desam, ularning hammasi ko'pi 50 ta tovuqdan, jo'jadan ko'pi xo'roz chiqdi. Mana shu tovuqlarimizni hozir 50 ta bo'lsa, yanada ko'paytirish, safini kengaytirish maqsadimiz bor, niyat bor. Tovuqlardan tashqari kurkalarimiz ham bor. Kurkalarimizni ham 10 ta kurkadan jo'jalar oshtirib, 70 ta, 80 ta jo'jalar oshtirib katta qildik. Tuxumini ham yeymiz, ham sotamiz. So'rab kelgan klientlarga
keyin jo'ja ham chiqarganman. Bo'lidan tashqari sigirlarimiz ham bor. 80 ga yaqin sigirlarimiz bor. Sutini sog'amiz. Ketiga qilib borib ko'ramiz. Ko'rsataman. Maftuna turmushga chiqqanidan so'ng oila, uy ro'zg'or ishlari bilan cheklanib qolmasdan yangi muhitda yanada shakllanishni, turmush o'rtog'i bilan birgalikda chorvachilikni rivojlantirishni niyat qildi. Orzu va maqsadlari ortidan har qanday qiyinchiliklarga qarshi turib, maqsad sari dadil qadam tashlaydi. Mana bu yerda sigirlarimiz, 80 ta sigirimiz bor. 80 ta sigirimizdan Xudo xolasa 8 ta qilish niyatimiz ham bor. Ishchi o'rinlarini yaratganmiz. 30 tadan ziyod ko'proq ishchilarimiz bor. Traktorchi, sog'uvchilar. Hozir shuncha sigir baribir o'zimiz sog'a olmaymiz. Yana ishchi o'rinlar kengaytiryapmiz. Ishlayman degan fuqarolarni ishga jalb qilamiz. Kelganimda 20 ta sigir edi. Hozir sigirlarimiz ko'payib, 80 ta sigir sog'aman. 80 ta sigir sog'ib, shu yerda ishlayman 4 yildan beri. Qishloqda ayoliman. Qishloqda imkoniyat keng. Dalalar bor, fermerliklar bor, fermerliklarda borib ishlaymiz. Bir xili makka ekadi, bir xili bug'doy ekadi, bir xili mosh, sabzi, piyoz qilib ekadi. Shularga borib hissamizni qo'shib ishlagan pulimizni olib ro'zg'orga ishlatamiz. Bir kunda sog'ilayotgan sutimiz 1 tonna sut bo'ladi. 1,5 kunda topshiramiz, 2 tonnaga yaqin sut topshiramiz. Hozir olib ketgan sutimiz salikam 2 tonna sut bo'ldi. Toshkentga topshiramiz. Mahsulot ishlab chiqaradi xalqimizga. O'zini tartibi bor, tekshirib, ko'rib olib ketadi. Sutimiz sifatli, lekin bir kun ham qaytmaganda sutimiz olib ketgan. Maqsadimiz ham xalqimizga sifatli sutni yetkazib berish. Mamnuniyat bilan aytishim mumkinki, Toshkent shahridan qishloq muhitiga, qishloq sharoitiga kelin bo'lib tushganimdan faxrlanaman. Qishloq ayoli bo'lganimdan hech qachon afsuslanmayman. Qarang, shuncha imkoniyat bor. Biz mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak. Prezidentimiz juda ko'p imkoniyatlar yaratgan. Biz jim turmasdan hammasidan unumli foydalanishimiz kerak. O'qish deysizmi, hamma sharoitlardan, hamma narsadan foydalanishimiz mumkin. Biz ham xo'jayinim bilan tadbirkorlik qilishni niyat qilgandik. Mana niyatimizga erishdik. Maqsad sari olg'a qadam tashlaymiz. Qishloq ayollari jamiyatimizning tirgagi, halol mehnati va sadoqati bilan barchaga ibrat. Ularga nisbatan hurmat va yetarlicha imkoniyatlar yaratish har birimizning burchimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Maftuna Akbarova hayotda oliy maqsadlarni qo'ygan, mehnatkash va qat'iyatli inson sifatida namoyon bo'ldi. Uning hikoyasi yoshlarni orzulariga sodiq qolishga va ularni amalga oshirish yo'lida mardonavor harakat qilishga undasa ne ajab.